Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan, innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy sud komissiyasining qarorini o'qib eshitiraman. 2025-yil 30-oktyabrdagi O'zbekiston davlat ijtimoiy tarbiya sport universiteti huzuridagi ilmiy kengash asosida bir martalik ilmiy kengash tuzish haqida. Ro'yxatni o'qib eshitiraman. Vaqti qarori bor. Ro'yxat 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi va 13.0004 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari, sog'lomlashtirish va adabli jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosliklaridan Yakubov Fazliddin Muhiddinovichning jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari doktor sayns ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiyaning himoyasi. Rais Matkarimov Rashid Masharipovich, rais o'rinbosari Olimov Muhsinbek Shotovoldiyevich, ilmiy kotib Ibragimov Murod Arslanovich. Shu yerdami? Qanaqa yig'ilish? Yuqorida ilmiy blokda. Chaqiringlar tez. Almuhamedov Rustam Dekanovich, Rahimov Vladimir Shavkatovich, Karabenikov Georgiy Valeriyevich, Yarashev Kamurjon Dehqanovich, Aliyev Iskandar Bahromovich, Qo'shqorov Atabek Ahmadboyevich, Tojiboyev Soyib Samirjonovich, Gaziyev Shukurjon, Shuhrat o'g'li Isakulova Nilufar Janikulovna, Jumaniyazova Muhayyo Tojiyevna. Shukurjon qayerda? O'n uchtadan 11tadan ishtirok etyapti. Ko'rim bor. Ular kelsa qo'shiladi. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Ijrozingiz bilan ish faoliyatimizni boshlaymiz. Oliy sud komissiyasi qaroriga asosan O'zbekiston davlat ijtimoiy tarbiya sport universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi ilmiy kengash raqami, bir martalik ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengashda 11 nafar a'zo ishtirok etmoqda. Vakolati yetarli. Kimda qanday takliflar bor? Bir ovozdan ma'qullandi, qarshilar yo'q. Yig'ilishimiz kun tartibida Yakubov Fazliddin Muhiddinovichning jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi, 13.0004 jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari, sog'lomlashtirish va adabli jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisoslari bo'yicha DS ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya himoyasi. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Bir ovozdan tasdiqlandi, qarshilar, betaraflar yo'q. Masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Dissertatsiya O'zbekiston davlat ijtimoiy tarbiya sport universitetida bajarilgan. Ilmiy maslahatchi Shapulatov Abdumalik Nurulloyevich, pedagogika fanlari doktor sayns professor. Rasmiy opponentlar Yarashev Komiljon Dekanovich, doktor sayns professor. Muhammadiyev Komil Burxonovich, doktor sayns professor. Ibragimov Sanjar O'rinboyevich, pedagogika fanlari doktor sayns. Yetakchi tashkilot Aburoyxon Berin nomidagi Urganch davlat universiteti. Talabgor topshirgan hujjatlarning mazmuni bilan tashxis ilmiy kotibga. Marhamat. O'zbekiston davlat ijtimoiy tarbiya va sport universiteti tadbirlanuvchisi Yakubov Fazliddin Muhiddinovichga tasdiqnomani o'qib eshitadi. Yakubov Fazliddin Muhiddinovich 1994-may Jizzax viloyati O'zbek tumanida Diyorida oilasi sababli topgan. Yakubov Fazliddin 2009-2013 yillarda O'zbekiston davlat universitetida bakalavriat, 2013-15 yillarda O'zbekiston milliy universitetida magistratura bosqichlarni tamomlagan. Mehnat faoliyati 2015 yil O'zbekiston davlat ijtimoiy tarbiya instituti falsafa kafedrasidan boshlab 2015-18 yillarda kafedra o'qituvchisi, 19-21 yillarda kafedra katta o'qituvchisi, 21-22 yillarda kafedra dotsenti, 22-24 yillarda kafedra mudiri lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2024 yil avgust oyidan hozirgi kunga qadar
ta'lim jarayonini tashkil etish va boshqarish bo'limi boshqa lavozimda faoliyat olib bormoqda. Yakuniy tadbirda 2021 yilda pedagogika fanlari bo'yicha ilmiy darajasini olishni tayyorlangan bo'lajak jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining kontaktiv ta'limini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishini muvaffaqiyatli himoya qilgan. 2023 yilda pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisoslaridan dotsent unvonini olgan. Yakuniy jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari tayyorlashning ilmiy pedagogik kursiyatini rivojlantirish hissasini qo'shib kelmoqda. Ilmiy faoliyati davomida sport texnologiyasi, falsafa nomli darsliklar, sport texnologiyasi nomli o'quv qo'llanmalar, qo'llanmalar 80 dan buyon ilmiy maqolalar tegishlar borasida qo'llanamiz. Yakuniy ilmiy rahbarligi ostida Muhammadbek Akmal Ahmadovich va Ochilov Oybek Abdurasulov munosib dissertatsiya ishlarni himoya qilgan. Shuningdek, aholini ommaviy sog'lomlashtirish, innovatsion sport proyektlarini tashkil etish nomli ilmiy loyihalar faol ishtirok etgan. Yakuniy tajribali pedagogik sifatida yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda ilg'or texnologiyalar samaralarini foydalanib, mashg'ulotlarni qiziqarli va samarali olib boradi. Ilmiy pedagogik faoliyat davomida jamoada faoliyat olib boradi. Ilmiy faoliyat davomida jamoada faoliyat olib borib, barcha professional xodimlar va talabalar bilan ishlash jarayonida qat'iyatlik, talabchan hamda doimiy ravishda malakasi, seminarlar darajasini oshiruvchi ilmiy salohiyatli kadrlardan hisoblanadi. Doim, kamtar va izlanuvchi xodim sifatida talabalar va hamkasblar orasida hurmat qozongan. Jamoat ishlarida faol, yakuniy mamlakatimizda jismoniy tarbiya sohasiga munosib hissa qo'shib kelayotgan yosh olimlardan biri. Oilali 2 nafar farzandning otasi. Bundan tashqari taraqqiyot tomonidan olayotgan kamchilik doktorlik talablari bajarilgan maqolalar mavzular yetarli yetuklar xalqaro mavjud. Bundan tashqari buni yetarli tashkil qilgan davlat universitetlaridan joyga taqdirga olingan qo'llanmalar. Savollar bormi kotib? Tushunarlimi? Dissertatsiyaning asosiy mazmunidan tashkil so'z talabgorga beriladi. Yakubov Fazliddin Muhiddinov, marhamat, 20 minutgacha reglament. Hamda mehmonlar bilan bugungi kunda dunyo jahonida yuz berayotgan global o'zgarishlar jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining ilmiy tadqiqot faoliyatida sohadagi real muammolarni aniqlash hamda ularga zamonaviy talablarga mos bo'lgan yechimni ishlab chiqishdan bog'liq bo'lgan muammolarni yuzaga keltirmoqda. Jahonda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining tadqiqotchilik kamchilikni rivojlantirish uchun turli amaliy loyihalar, grantlar doirasida laboratoriyalarda bu faoliyat amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda soha mutaxassislarining kasbiy professionallik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan tadqiqotchilikni rivojlantirishning konseptual asoslarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada respublikamizda ham sport va sport sohasidagi mutaxassislarni kompleks bilimlarga ega qilib tarbiyalash jarayonini takomillashtirish, ularni ilmiy xodim sifatida tayyorlash ham bunda eng muhim sohadagi vazifalardan biriga aylandi. Bu borada prezidentimiz ham o'sha mana yaqinda sportga bag'ishlangan videoselektorda ham oldimizda ham ko'plab vazifalar beriladi. Bu xususan jismoniy tarbiya sport sohasidagi kadrlarni tayyorlash, ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda ilmiy va pedagogik jarayonni takomillashtirishni oldimizga vazifa qilib qo'ydik. Shundan kelib chiqqan holda biz tadqiqotimizni maqsadini quyidagi belgilab oldik. Ya'ni jismoniy tarbiya va sport sohalarida ilmiy tadqiqotchilik kapasitesini rivojlantirishning takomillashtirilgan pedagogik texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotimizni obyekti esa O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Davlat pedagogik universiteti,
O'zbekiston Finlandiya hamda Termiz davlat pedagogika institutlaridagi jismoniy tarbiya va sport mutaxassisligi magistratura talabalarining dars mashg'ulot jarayonlari matbuot sifatida olingan. Matbuotimizning maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalarni belgilab oldik. Demak, birinchisi jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik konfidentligini mustahkamlashning pedagogik aspektlari hamda shart-sharoitlarini aniqlashtirish. Ikkinchisi, oliy ta'lim davlat standarti, kasbiy standartlar hamda xorij tajribasidan kelib chiqqan holda oliy ta'lim va sport mutaxassislarining o'quv faoliyatini to'liq tadqiqot faoliyatiga yo'naltiruvchi konseptual ishlab chiqish. Uchinchisi, talab asosida taklif nizomida kelib chiqqan holda jismoniy ta'lim va sport mutaxassislarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan modelni takomillashtirish va to'rtinchisi, jismoniy ta'lim va sport mutaxassislarining natijador ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil qilishga qaratilgan platformani ishlab chiqish hamda beshinchisi, bo'lajak jismoniy ta'lim va sport mutaxassislarida mustaqil tadqiqot olib borish kompetensiyasini tadqiqotli yondashuvga asoslangan texnologiyalar orqali rivojlantirish tadqiqotning vazifalar sifatida belgilab olindi. Birinchi vazifamiz doirasida quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Umuman kompetensiya bu ma'lum faoliyatlarni amalga oshirish zarur bo'lgan bilim, ko'rik va malakalar majmui hisoblansa, kompetentlik ayni o'sha bilim, ko'rik va malakalarni yuqori darajada samarali qo'llashtirish holatini belgilab beradi. Shundan kelib chiqqan holatda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyaga bu demak, sohada ilmiy izlanishlar olib borish, tanqidiy fikrlash va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat sifatida namoyon bo'ldi. Bu universitet uchun konsepsiyasiga ham to'liq mos keladi. Biz birinchi vazifamiz doirasida jismoniy tarbiya va sport yo'nalishida top 300 talikka kirgan, QS va ARBU reytinglarida turadigan 5 oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv va ilmiy jarayonlarni tahlil etdik. Bu universitetlar demak, Boston universiteti, British Columbia universiteti, Queensland universiteti, Toronto universiteti hamda Liverpool universiteti. Bu universitetlarda bugungi kunda demak, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda quyidagi jihatlar namoyon bo'lyapti. Birinchisi, bakalavriat bosqichidayoq o'qilayotgan fanlar tarkibida tadqiqotga yo'naltirilgan fanlarning ulushi ko'proq, ayniqsa tadqiqot metodologiyasi, shuningdek akademik yozuv fanlari ham bu keng o'rin egallagan. Bundan tashqari dars mashg'ulotlari jarayonida har bir mavzuda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishidan kelib chiqib tashkil etilayotganligi namoyon bo'ldi. Uchinchidan, fanlararo integratsiyaga keng o'rin berilgan va to'rtinchisi, eng muhim jihatlaridan biri ushbu oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan barcha ilmiy tadqiqotlar tushgan buyurtmaga asosan amalga oshirilmoqda ekan. Ya'ni professional sport klublari hamda sport institutlarining buyurtmalari asosida ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Natijada ushbu xorij oliy ta'lim muassasalarida akademik kapitalizm yuzaga kelyapti. Ushbu slaydimizda hurmatli kengash a'zolari, biz tadqiqot obyekti sifatida tanlab olingan 4 oliy ta'lim muassasasi hamda top 300 talikka kirgan 5 oliy ta'lim muassasasidagi magistratura, jismoniy tarbiya va sport yo'nalishi mavjud bo'lgan magistratura o'quv jarayonini tashkil etdik. Bunga fanlar tarkibi e'tibor berilmoqchiman. Ya'ni top 300 talikka kirgan oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport yo'nalishidagi magistraturlarning maksimal 6 taga hamda barcha fanlar tadqiqotga yo'naltirilgan. Bizda oliy ta'lim muassasalarida yil magistratura bosqichida, ya'ni jismoniy tarbiya va sport yo'nalishida 12 tagacha, 11 tagacha fanlar tashkil etyapti. Buning 4ta, 5tasiga ilmiy tadqiqotga yo'naltirilgan. Va bu demak, biz o'qituvchilar oliy ta'lim muassasalaridagi ushbu jarayonni to'g'ridan-to'g'ri emas, albatta transformatsiyalashgan holda tadbiq etishni taklif etdik o'zimizga. Ikkinchi vazifamiz doirasida biz Yevropa iqtisodiy va ijtimoiy hamkorlik tashkiloti OECDning global standartlarini ishlab chiqargan, ya'ni ilmiy tadqiqot kompetensiyasini baholovchi global standartlari mavjud. Shu standartlarni o'zimizga moslashtirgan holda ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini baholashning bilim ko'nikma hamda malaka mezonlarini ishlab chiqdik va tadqiqot sinovlovchilarida tadqiqotdan oldingi holatlar, ya'ni jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasi bilim ko'nikma hamda malaka mezonlaridagi holatlar ushbu diagrammalarda aks etgan. Ya'ni unga ko'ra
tadqiqot ob'ekti sinavchilarida ilmiy tadqiqot metodologiyasining asosiy tamoyillarini bilish past darajada ekanligi yoki ilmiy maqola yoki dissertatsiya yuzasidan yozish yuzasidan bilimlari ham past darajada ekanligi vaziyatdan xabardorlik darajasi o'rta holatda ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu diagrammalarda esa, ya'ni ikkinchi diagrammada sport va sport mutaxassisligidagi magistrantlarning ilmiy tadqiqotchilik kompetensiya bo'yicha ko'nikmasi tadqiqotdan oldingi holatda taqdim etilgan. Bunda eng muhim jihat shu talabchilarimiz ilmiy tadqiqot ishi strukturasini ishlab chiqish bo'yicha ko'nikmasi past darajada ekanligi hamda bu jarayonda turli eksperimentlar o'tkazish bo'yicha ko'nikmasi ham xuddi shunday holatda ekanligi namoyon bo'ldi. Shuningdek, ilmiy muammolarni hal qilishda kreativ yondashuvni qo'llay olish harakati ham yetarli darajada emasligi ayon bo'ldi. Biz ushbu holatlardan kelib chiqqan holatda jismoniy tarbiya va sport mutaxassisligidagi magistrantlarning o'quv jarayonini to'liq tadqiqot faoliyatiga yo'naltirishga qaratilgan studiyasini ishlab chiqdik. Ushbu studiyat 7 bosqichdan iborat bo'ladi. Bundagi eng muhim jihatlar sifatida quyidagilarni aytib o'tamiz. Ya'ni avvalo birinchi bosqich o'quvlarda to'liq tadqiqotga yo'naltirilgan holda qayta ishlab chiqilishi, shuningdek tadqiqotga yo'naltirilgan jarayonda mentorlik tizimini taklifini taqdim etdik va yana bir bosqich bu dissertatsiyani himoyasini tadqiqot obyektida amalga oshirishni taklif etdik. Bunda hurmatli ilmiy kengash a'zolari, bugungi kunda respublikamizda bir tadqiqotchiga bir rahbar odatda ayrim holatlarda ilmiy maslahatchidan biriktiriladi. Lekin biz o'rgangan o'quvchi muassasalarida bir rahbar bilan birgalikda tadqiqotchiga qo'shimcha mentor hamda fasilitator profili biriktirilyapti. Bu albatta ilmiy tadqiqot faoliyatini yuqori bo'lishiga, natijalarni samarali bo'lishiga xizmat qilmoqda. Shundan kelib chiqqan holatda biz dissertatsiya ishimizda shu taklifni ham berib o'tdik. Ya'ni bu tajribani o'zimizga moslashtirib, ya'ni bir tadqiqotchiga bir rahbar bilan birgalikda mentor hamda fasilitatorni biriktirish. Odatda bizda bu jarayon bitta shaxs, ya'ni ilmiy rahbar bu vazifani bajarishi mumkin. Lekin agar biz qo'shimcha ravishda mentor hamda fasilitatorni biriktirsak ham yaxshi natijalarni erishishimiz mumkin. Buni soddaroq qilib tushuntirganda, masalan, boks bo'yicha tadqiqotchiga Samjonov ilmiy rahbar sifatida biriktirilgan bo'lsa, biz kishiga yana qo'shimcha ravishda mentor sifatida tasavvur qilsak, bunda tadqiqotchini ham ilm bilan, ham amaliyot bilan tadqiqot ishini amalga oshirishida natija yaxshi bo'ladi. Shuni taklif etganmiz. Buni ushbu fikrlarimizni yana bir bor tasdiqlab olish uchun biz sinavchilarimiz orasida ilmiy tadqiqot faoliyatimizda muvaffaqiyatga beriluvchi shaxsiy omillar, sifatlar, hamda sharoitlar so'rovnomasini o'tkazganimizda ham 84% ishtirokchi tadqiqot ishining mavzusini eng muhim deb hisoblashini ma'lum bo'lgan bo'ldi. 87% ishtirokchi esa har qanday tadqiqotni e'tibordan kelib chiqib amalga oshirishni muhim deb belgilab berdi. Shuningdek, 85% ishtirokchi har qanday ilmiy ishning muvaffaqiyatida ilmiy rahbarning o'rnini yuqori deb belgilab berdi. Biz ushbu vazifamiz doirasida shuningdek ijtimoiy mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarni rivojlantirish modelini ishlab chiqdik. 5 ta blokdan iborat bo'lgan model bu 13.01 pedagogika nazariyat, pedagogik ta'limot tarixi model, ammo ishlab chiqilgan modelni 13.04 amaliyotda qo'llashni hozir keyingi slaydimizda taqdim etdik. Ushbu mexanizm, demak, ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalariga 4 ta komponent namoyon bo'ladi. Bu motivatsion, kognitiv, refleksiv hamda amaliy komponentlar. Ayni shu komponentlarni rivojlantirishga qaratilgan mexanizm hisoblanadi. Buni qo'llashdan amalga oshirish, demak, ilmiy tadqiqot metodologiyasi fani doirasida bir semestr davomida qo'llab borildi. Natijada biz sinavchilarning tadqiqotdan oldingi va tadqiqotdan keyingi ilmiy tadqiqotchilik bo'yicha bilimini qoniqarli, yaxshi va a'lo darajada dinamik baholashga ega bo'ldi. 4-chi vazifamiz doirasida biz
sport web platformasini ishlab chiqdik. Ushbu platformani o'ziga xos jihati bu talab asosida taklif mezonida kelib chiqqan holda ishlab chiqildi. Ushbu platforma demak aynan jismoniy tarbiya sport sohasida bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlarini aks ettiruvchi bizdagi amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarini bevosita agar izlanuvchilar, tadqiqotchilar, magistrantlarimiz kirib foydalanishi hamda bizni universitetimizda olimlari tomonidan yaratilgan ilmiy ishlanmalarni ko'rishi mumkin. Shuningdek, eng muhim jihatlardan biri biz buni markazida ham seminarini o'qilganimizda o'zida bu ta'kidlamoqki, bugun sport sohasida ishlayotgan murabbiylar, trenerlar, olimlar, tadqiqotchilar amaldagi real muammolarni olimlarga, mustaqil izlanuvchilarga, tadqiqotchilarga to'g'ridan-to'g'ri yuborish imkoniyati beradi ushbu platforma va bunda biz yakkakurashli sportlar, ko'pkurash sportlari, sport o'yinlari, kibersport, adaptiv sport hamda sport menejmenti boblarini qildik. Bu boblarning ichida to'g'ridan-to'g'ri kelib tushgan mavzular aks etadi, ya'ni tayyor mavzular banki shakllanadi. Ushbu tayyor shakllangan mavzularni biz magistrantlarimizga, tadqiqotchilarga taklif etsak, bizning fikrimizcha amalga oshirilgan tadqiqot natijasida ishlarimizni iste'molchisi paydo, ya'ni ko'payadi, xaridori paydo bo'ladi hamda tijoratlashtirish imkoniyati oshadi. Agarki ilmiy ishlanmalar natijasida yaratilgan bir sport ishlanmalariga tijoratlashtirish imkoniyati oshadi. Bizdagi eng og'ir muammolardan biri ham aynan mana shu tijoratlashtirish masalasi. 5-chi vazifa doirasida quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Bu demak o'tkazilgan pedagogik tajribalarimizning matematik statistik tahlil natijalari hamda diagrammalarda aks ettirilgan. Bunga ko'ra, demak, tadqiqot qiluvchilarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentlikning motivatsion komponenti, ya'ni bu ilmiy tadqiqot olib borishga o'rgatilgan shaxsiy sportdagi muammoni ilmiy hal qilishdagi faollik darajasi, demak, tajriba guruhlarimizda ya'ni misol uchun bizning oila muassasamыздagi tajriba guruhining izlanuvchilarida o'sish ko'rsatkichi %19% tashkil etdi. Shu slaydimizda demak tadqiqot qiluvchilarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligining amaliy komponenti bo'yicha baholanish ko'rsatkichlari aks etgan, ya'ni bu kvadratta studiyasi, matematik studiyasi orqali taqdim etdik. Bunga ko'ra sinaluvchilarda ilmiy tadqiqot ishi yuzasidan eksperiment o'tkazish darajasi O'zbekiston Davlat jismoniy va sport universiteti sinaluvchilarida tajriba guruhida 18% ga o'sish kuzatildi. Bu demak qolgan tadqiqot obyektlariga nisbatan yuqori holatni aks ettiradi. Eng buyuk o'sish holati demak O'zbekiston Davlat pedagogik instituti sinaluvchilarida qayd etildi. Tadqiqot sinaluvchilarida kognitiv komponent bo'yicha baholar ko'rsatkichlari quyidagida namoyon bo'ldi. Ya'ni bu ilmiy tadqiqot ishini amalga oshirish strukturasini tuza olish ko'nikmasi bo'yicha demak baholanish ko'rsatkichlari aks ettirilgan. Bunda eng yuqori o'sish ko'rsatkichlari demak barcha tadqiqotlarimizda kuzatildi. Eng buyuk o'sish ko'rsatkichi esa Termiz davlat pedagogik instituti sinaluvchilarida qayd etildi. Ushbu slaydimizda demak tadqiqot sinaluvchilarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligining reflektiv komponenti, ya'ni o'zini o'zi baholash, amalga oshirilgan tadqiqot ishini tahlil qilish malakasi baholandi. Demak, bunda ham tadqiqot tajribadan keyin amalga oshirilgan tajribadan keyin demak tajriba guruhimizdagi ko'rsatkichlar nazorat guruhiga nisbatan yuqori qayd etdi. Misol uchun O'zbekiston Davlat jismoniy va sport universitetining nazorat guruhida 12.14% tashkil etgan bo'lsa, shu holat tajriba guruhida 22.23% ga o'sganligini namoyon etdi. Ushbu amalga oshirilgan tadqiqot ishlarimiz natijasida biz quyidagi yangiliklarni erishishga muvaffaq bo'ldik. Demak, birinchisi bu Usmonda va sport mutaxassislarining ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishni ishlab chiqilgan ilmiy tadqiqotni baholash diagnostikasi, demak, sinaluvchilarning
shu tadqiqotchilik faoliyatini 3 darajada baholash imkoniyatini berdi. Ikkinchisi, demak, to'qqizinchi oliy ta'lim muassasalaridagi tajribadan kelib chiqqan holda sport fanlari dasturlarining tarkibiga biz tadqiqotga qaratilgan kvalitativ hamda kvalitativ, ya'ni raqamli va matnli tahlil mavzularini moslashtirishni taklif etdik va buning natijasida sport faoliyati magistratura mutaxassisligining majburiy hamda tanlov fanlari blokini boyitish imkoniyati kengayadi. Uchinchisi, demak, sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan 5 bosqichli axborot didaktik model ishlab chiqildi. To'rtinchisi esa talaba taklif mezoni asosida sport mutaxassislarida natijador tadqiqotlarni loyihalashtirishga qaratilgan to'g'ri web platformasi ishlab chiqildi va bu sohadagi sportchilarni tayyorlashning ilmiy optimallashtirish imkoniyatini berdi. Beshinchisi esa bo'lajak sport mutaxassislarining mustaqil tadqiqot olib borish kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan recruitment texnologiyalarini empirik tadqiqot hamda analitik bashoratlash komponentlarini kiritish evaziga sport tayyorgarlik tizimini rivojlantirish imkoniyati kengaytirildi. Ushbu amalga oshirilgan tadqiqot ishimiz natijasida biz xulosalarimizni taqdim etdik. Agar ustozlar ruxsat bersalaringiz, avtoreferatda xulosalarimizni ko'rib tanishlaringiz mumkin. Ruxsat bersalar, bu talab o'qishi. Marhamat. Ilmiy kengash a'zolari kimda qanday savollar bor? Marhamat. Savol uchun rahmat, ustoz. Shu savollarga quyidagicha javob berishni harakat qilaman. Demak, birinchisi, xorij tajribalarini qiyinlikni moslashtirishda qanday yondashuvlar bilan foydalanishga savol berdik. Biz bu yuqorida slaydimizda ham aytib o'tdik. To'qqizinchi oliy ta'lim muassasalaridagi aynan jismoniy sport yo'nalishi mavjud bo'lgan. Bugungi kunda bizda to'qqiztalik bitirgan jismoniy sportga ixtisoslashgan universitet o'zi yo'q, ammo yo'nalishlari mavjud. Shu 5 oliy ta'lim muassasasida biz tajribalarni o'rgangan holda to'g'ridan to'g'ri ya'ni oldinlarimizda ham qo'ydik, komparativ tahlil, ya'ni taqqoslash yondashuvidan foydalangan holda shu ishlarni amalga oshirdik. Endi savolingizga javob bersam, 3 bosqichli diagnostikaning ahamiyati nimada? Bizning amalga oshirgan tadqiqotimizga ko'ra, bosqichli, ya'ni ilmiy tadqiqotchilik hamkorligini baholashning bilim ko'rishda malakali mezonlari bo'yicha ishlab chiqilgan diagnostika bu yo'nalishlarda tadqiqotni amalga oshirishdagi dastlabki diagnostik holat, ya'ni aniqlab olish joriy holatni. Ikkinchisi jarayonida, ya'ni uni rivojlantirishga qaratilgan bosqich hisoblanadi. Uchinchisi natijaviy baholashga xizmat qiladigan usul hisoblanadi. Qoniqarlimi? Ilpachalik qilma. Marhamat, Valim Shavkatovich. Professor. Platformani yaratishimiz sport BSH shu to'g'risida, demak, uni maqsadi, mazmuni, amaliy ahamiyati to'g'risida batafsilroq ma'lumot bersangiz. Yana kimda savollar bor? Javob bermadim. Shoshilmaysiz. Abdulloh bilan gaplashing.
Avvalo, ko'p savolingiz uchun rahmat. Ushbu zamonaviy ishlab chiqarilgan sport platformasi demak, jismoniy tarbiya va sport sohasida tadqiqot ishini olib borayotgan mutaxassislar, talabalar, tadqiqotchilar, mutaxassislar tadqiqot faoliyatini tashkil etish, rivojlantirish hamda amaliy ko'mak berishga qaratilgan raqamli platforma hisoblanadi. Bunda demak ushbu menyuda demak jismoniy tarbiya sport sohasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarining apparatlardan bevosita tanishishi mumkin. Shu joyda sizlarda savol ham bo'lishi mumkin. Buni Dionetdan yoki Unilever'dan nima farqi bor degan savol ham bo'lishi mumkin. Shunga bir javob berib o'tib ketsam, uni asosiy farqi Dionet yoki Unilever bu umumiy bank hisoblanadi, lekin bizga bugun ko'pchilik yillarda sabrimiz bor, shuning uchun iqtisodiyot va sportga aynan o'ziligini chiqarib beradigan platforma hisoblanadi. Shuningdek, bu ilmiy ishlanmalar menyusi bilan qiziquvchilar tanishishi mumkin. Ya'ni bizda amalga oshirilgan tadqiqot ishlari natijasida yaratilgan tijoratlantirish imkoniyati mavjud bo'lgan ishlanmalar hisoblanadi. Odatda buni biron bir ochiq saytlardan to'g'ridan-to'g'ri topish biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin tadqiqotchilar. Shu platforma esa tayyor milliy bankda beradi. Ko'rishi mumkin, tanishishi mumkin va buni biz kelajakda yanada boy etamiz. Yosh olimlar bu menyuda esa bu aynan shu platforma yana bir masalan aytmoqda o'tgan yili 13 prezidentlik tayyorgarlik ko'rish bo'yicha o'tkazgan video selektorida bizning universitetimiz Qandoning filialini sport maktablariga 6 oyga biriktirib berdi. Va mana shunda bu shunga xizmat qiladi. Ma'lum bir ma'noda menyu doktorant sifatida qayd etilganlarning qayta tadqiqot ishini mavjud olib borayotganligini, shuningdek ularni tadqiqot yo'nalishini hamda obyektini ko'rsatib beradi. Bu ham eng muhim o'sha prezidentimizni video selektorida berilgan topshiriqning ma'lum bir ma'noda javobiga qaradi. Endi shu mavzular bankida demak sport sohasi, jismoniy tarbiya sport sohasida faoliyat olib borayotgan murabbiylar, trenerlar yoki yosh tadqiqotchilar tomonidan bugungi kunda bizda real mana shu mavzu muhim deb bergan mavzular bu joyda jamlanadi, yana aks etadi. Buni biz bevosita tadqiqotchilarga taqdim etsak va yuqorida aytganimdek iste'molchisi albatta ko'payadi, kutubxonada dissertatsiyalarimiz juda bo'lmaydi. Albatta, shuningdek tijoratlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana ustozlar uni mana ustozlarimiz shu platforma bo'yicha asrifani tarqatgan paytda juda ham yaxshi takliflarni berishdi. Mana So'ysanjon shu masalada ham ajoyib taklifni berdi. Ushbu platformaga kelgusida grantga aylantirish maqsadimiz bor va bunda jismoniy tarbiya sport yo'nalishi sohasi bo'yicha sport maqolalaridan chiqargan olimlarimizni qo'yishimiz hamda sport maqolalarini to'g'ridan-to'g'ri havola qilib qo'ysak, menimcha, bizning fikrimizcha albatta foydali bo'ladi. Oladingizmi? Alim Shagatovich. Iskandar Bahramovich. Kengashida hurmatli rais Fazliddin Muhiddinovich, meni savolim bor va bu savol orqali o'zimga ham qiziq. Hammamizning xabarimiz bor, 2 yildirki, o'quv yilidirki, vazirlik tomonidan fan dasturlariga o'quvchilik fan dasturidagi mos bo'lgan fanlarni kiritish masalasi kuzatildi. Buni ichidamiz, hozir aytyapsiz, mana yangiligimiz yangiligida quyidagi top 300talik universitetlarning ichida aynan magistratura yo'nalishi bo'yicha sport faoliyatlarga yo'nalishi mavjud emas. Fan dasturlarini ularning saytida ayrim fan dasturlar ochiq ravishda taqdim qilinadi. Aytingchi, meni qiziqtirayotgan savol, aynan siz qaysi universitetni sport faoliyat turlari magistratura yo'nalishini
aynan qaysi mavzusini qaysi top uchish istaylik universitet standartini olib foydalanadi. Avvaldan rahmat. Ustoz, buni quyidagi javob bersam, to'g'ri, biz shundan beri shu jarayonda chiqib ko'ryapmiz. Top kurslar oliy ta'lim muassasalariga kirgan oliygohlarni, dasturlarni qabul etish bo'yicha bu jarayonda bir muammolar bor. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri oliy ta'lim muassasalarini saytida ochiq ma'lumotlar qo'yilmaydi. Sport universitetini bevosita aynan sport faoliyati yo'q, lekin sport menejmenti yo'nalishidagi sport psixologiyasi, sport psixologiyasi yo'nalishlaridagi fan dasturlarini nima yo'nalishlarini olishga harakat qildik. Ham fan dasturlari ham bor, lekin to'liq bermagan ekan. Shuning uchun biz ham silabuslarga ko'proq murojaat etdik. Albatta silabus fan dasturdan kelib chiqib shakllantiriladi. Shundan kelib chiqqan holda ushbu silabuslarni o'zimizga olib, mana o'tgan 25 muvaffaq o'quviga tayyorgarlik ko'rishi boshida ham biz tomonimizdan universitetni mana 2025 yilda rivojlantirish maqsadli ko'rsatkichlarini fan dasturlarini ishlab chiqish belgilangan edi. Biz aynan shu sport psixologiyasi, sport menejmentidagi fan silabuslaridagi mavzularni olishga harakat qildik. Oltinchi javoblarda kimda savollar bor? Fazliddin Muhitdinovich, ta'lim sifatiga qanchalik samara berdi amaliyot? Savolingiz uchun rahmat ustoz. Ushbu amalga oshirilgan tadqiqot ishimiz universitetimizda ham tadqiqot jarayonlari olib borilgan tadqiqot obyektlarida ta'lim sifatini oshirishga avvalo aynan milliy tadqiqot faoliyatini olib borishdagi eng muhim bosqich bu magistratura bosqichi hisoblanadi. Shuning uchun biz magistratura bosqichidagi sinaluvchilarda tadqiqotimizni tashkil etdik. Ta'lim sifatiga bergan foydasi shu sinaluvchilarimizda tadqiqot olib borish bo'yicha bilimi, ko'nikmasi mustahkamlanishiga yordam berdi hamda tadqiqotni strukturasini tuza olish ko'nikmasi rivojlandi talabalarimiz, sinaluvchilarda. Bizning fikrimiz shunday. Amaliy ahamiyati, ta'lim sifati baribir maqsad kadrlar tayyorlashga borib taqaladi. Общий mazmundan kelganda bugun kechagi muhtaram prezidentimiz selektorga ham topshiriq berdi. Amaliy natijalarga qaratinglar, amaliy ishni amaliy ahamiyati bo'lishi kerak. Qanday ishlab ketdi? Ungacha hozir bizlarga juda katta e'tirozlar bo'ldi. Shuning uchun men savol berayotganim, uni amaliyotda natijalarni ko'rsatinglar-da. Ertaga stajddan kirgandan keyin ham ishlagan paytda ham, pressada ham, televideniyada ham ilmiy ishlar bugun universitetda yoki yosh tadqiqotchilarda kompetensiya oshirishida, ilmiy salohiyatga, ularni kognitiv qobiliyatlar deymiz-ku, qanchalik ochib beradi. Shu narsalar qolib ketyapti, ko'rsata olmayapmiz ko'p joylarda, ko'p nimalarda. O'shani ko'rsatish kerak ko'p. Yetarli menimcha. Muhammad ilmiy kotibga hujjatlar bo'yicha tashqi taqrir. Qator yetakchi tashkilotlar davlat hamkorligi nomidagi Davlat universiteti belgilangan qator yetakchi tashkilotlar bu vaqtda muhokama o'tkazib, javob berishmoqda hamda taqdirlarga ega işe ko'proq qo'llanib tadqiqot ham bo'lar edi. Ikkinchisi, sekretariat jinoiy dalil sport mutaxassislari sifatida mustaqil izlanish va doktorantlar tahlili kam kiritilgan. Bularning asoschisi ma'lumot bo'lar edi. Sekretariat ichida jinoiy dalil sport mutaxassislari ilmiy tadqiqotga kompetensiyalar rivojlantirishga berilgan nomlarni to'rtinchi tadqiqot doirasida yaratilgan sport web platformasini ishlash mexanizmi yo'q maqsadga muvofiq bo'lar edi. Beshinchisi,
bir tadqiqotchi, bir rahbar, mentor, qaysi elita bilan biriktirilish taklifini ishlab chiqilgan bo'lib, buni amaliyotga joriy qilishning huquqiy mexanizmini ishlab chiqish tavsiyalar qismini ko'rsatish lozim. Qanday jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqot kompetentligini rivojlantirish modeli asosida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirish mexanizmini ishlab chiqilgan bo'lib, uni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalarni boyitish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xulosa: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mutaxassislari Yakov Fazliddin Muhsin tomonidan jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi 13.00 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarifi, 13.00 jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish markazidagi jismoniy tarbiya nazariyasi mutaxassislari bo'yicha pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olishga taklif etilgan dissertatsiya sog'lom muammolar o'rganishga mutaxassislar taqdim etilgan dissertatsiya ishi mavzuning dolzarbligi, ilmiy yangilik, ilmiy va amaliy ahamiyatga egaligi, amaliyotga joriy etilish, ilmiy maqolalarni chop etish, dissertatsiya hamda rasmiylashtirilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim fan institutidagi oliy komissiyasi nizom talablari darajasiga muvofiq tayyorlaydi. Yakov Fazliddin Muhsin jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish maqsadidagi yozilgan dissertatsiya ishi yuqoridagi ixtisosliklar talablariga muvofiq hamda talabgor pedagogik fanlar doktorligi darajasini olishga munosib. Sport o'yinlari va ekipaj kampionlarining kengaytirilgan qo'shimcha yig'ilishida muhokama qilindi hamda tasdiqlandi. 26 martdagi 17 sonli bayonnoma. O'tkazilgan vaqtda chiqqan tadqiqotlarni o'qib eshitishgan. Buxoro davlat universiteti sport nazariyatining o'tkazgan mudiri, pedagogik fanlar doktori, professor Abdullayev tomonidan taqdim etilgan taqdim ijobiy tadbirda avtoritetning to'g'ri jadvallarining izohlanishi biroz xarob qolgan. Bunda har bir ko'rsatkich tahlili izohlanishi mazmunni yanada to'liq boyitishga xizmat qilgan bo'lar edi. Ikkinchi taqdir jismoniy tarbiya sport mutaxassislari instituti o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari pedagogik fanlar doktori Hamidlar Barqulari o'zbek o'g'illar taqdim etilgan ijobiy tadbirda avtoritetning tariqasidagi federativ komponentlari uchun izohni kengaytirish maqsadga muvofiq bo'layapti. Uchinchi taqdir Samarqand davlat universiteti tadqiqotlar yo'nalishlari rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari pedagogik fanlar doktori dotsent Ahmedov Farruh Shavkat tomonidan taqdim Rahmat. Hurmatli talabgor, marhamat qilib yetakchi tashkilot va tadqiqotchilar tomonidan dissertatsiya asaratiga ko'rsatilgan takliflarga javob bersangiz. Marhamat. Tomonidan berilgan taqdirlardagi ko'rsatilgan munosabatlarga javob bersam, birinchisi xonada so'zlaganlarning rivojlantirishda sanoatlar ta'minlash bo'yicha degan mulohazalarga javob beramiz. Xususiy oliy ta'lim muassasalari tajribasini rivojlantirishda biz sport mexanikasi, akademik savodxonlik, sport psixologiyasi, sportda saralash modellantirishni mashg'ulot qilish, sport ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanlari fanlararo integratsiyani kelib chiqib, o'qitish yuzasidan takliflarimizni berganmiz. Ikkinchisi, mutaxassislarga sport yo'nalishlarida mustaqillarni doktorantga kiritilmaganligi aytib o'tilgan. Biz tanqolarga yurta oliy ta'lim muassasalaridagi sport mutaxassisiga
magistratura talabalarining o'quv jarayonini o'rganishimiz uchun shu bilan cheklanishni lozim topganmiz. Ikkinchi kamchilik mulohazali holat, eng mulohazali holat demak, Konstitutsiyamizni 4-bobi 4-paragrafiga berilgan hozirda sport mutaxassislarida iste'dodli kamchilikni rivojlantirish texnologiya olingan usulga operativ kiritilmagan, uni qanday ilova qilganish hisoblanadi. Bunga mulohazali holat demak, Konstitutsiyamizda 3-bobida bir tadqiqotchiga rahbar, mentor hamda fakultetlarni berib o'tganmiz. Operativda 9-10 jadvallar va ko'rsatkichlarni Konstitutsiyamizda berganimiz uchun operativni qanday lozim topdik. Shuningdek, operativdagi 22 sahifasidagi foydali sport mutaxassislarining aktiv faoliyatidagi tadqiqotchilik komponentlari darajalari deb nomlangan rasmda tarkibiy komponentlarni tushunish oson sodda bo'lganligi uchun buni batafsil izohlashda lozim topmadik. Shuningdek, operativimizda ilmiy tadqiqot faoliyatini muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qiladigan shaxsiy omillar, sifatlar hamda sharoitlar qo'llanmasi nomlangan jadvalda diagramma mavjud edi. Shuning uchun biz barcha ko'rsatkichlarni to'liq izohlashga diagramada Rahmat, o'tirishingiz mumkin. So'z navbatini dissertantining ilmiy maslahatchisi pedagogikalar doktori professor Shapovatova Abdumalik Nurillayevichga yozma qo'shimcha qilasizmi? Rahmat. So'z navbatini birinchi ratsiya pedagogikalar doktori professor Yarashevga beramiz. Rahmat. Araga borgan. Marhamat. Yo'q ekan. Yo'q ekan.
Deputat işinin bacarı jarayonida qatnashib, shu mutaxassis shakllantirildi. Deputat işini bacarı jarayonida bir vaqtda respondent sifatida jalb qilingan ikki nafar bo'yicha davlat bo'yicha mazmundan kelib chiqadi. Ular Rahmat, marhamat qilib hurmatli talabgor, birinchi raskatlar tomonidan ko'rsatilgan tavsiyaviy takliflarga javob bersangiz. Boshlagandan boshlab bergan tavsiyalari ko'rsatgan yordamlar uchun alohida minnatdorchilik bildirib, ishimiz doirasida bergan hamkorlikka alohida rahmat aytaman va ko'rsatilgan mulohazalar so'rovlarga javob berishim. Birinchidan, ishning haqidagi model va so'z bo'laklarining metal hosil kamchiligi o'rganishda foydalaniladigan shaklsiz hamda boshqalar tizimi biz jadval umumlashtirilgan ko'rinishda tanzim qildik ham uning tarkibiy elementlari hamda mazmunini paragraf doirasida berib borganimiz uchun taroq uqalargan edik. Ikkinchi mulohazalar holat bo'yicha markada uchraydigan qisqartma so'zlarni
Birinchi foydalanganimizda to'liq izohini berganimiz uchun ish davomida qaytadan ularni aprivatsiyalaydi. Grantlarimiz ko'rsatishni ko'rsatmagan edik, sababi o'sha birinchi ko'rsatganimizda to'liq izohi bor deb o'ylab shuni ma'qul deb hisoblagan edik. Keyingisi biz politsiya platformasidan amaliyotda qanday foydalanish mumkinligi haqida beshinchi bo'limda to'liq ma'lumot berishga harakat qilganmiz. Platformani kelgusida grant loyihasiga aylantirib, yanada ommalashtirib taqdim etamiz. Va to'rtinchisi, asfalt ishimizni mantiqiy tuzilishi, ishchiligini ta'minlash maqsadida sponsorlar sportchilarga magistratura bosqichida o'tkazgan fanlar tarkibi, siyosiy taqdirdan kelib chiqargan amaliy takliflarni tavsiya qismida mazmunan tavsiyalarimiz bir-biriga bog'liq bo'lganligidan berishni lozim topdik. Rahmat. So'z navbatini ikkinchi rasmiy opponent pedagogik fanlar doktori professor Muhammadiyev Komil Burxonovich. Komil Burxonovich eshityapsizmi? Eshitilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli ixtisoslashgan sovet raisi, hurmatli a'zolar, hurmatli mehmonlar. Demak, bugun chiroyli ishda barchamiz muhokamasida o'tiribmiz. Demak, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining mustaqil izlanuvchisi Yakubov Fazliddin Muhiddinovichning 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogika ma'lumotlar tarixi va 13.0004 jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosliklari bo'yicha jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalarini takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha pedagogika fanlari doktori DSK ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyaning taqdimotini ko'rib chiqdik. Dissertant o'zining dokladida batafsil qilingan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berdi, savollarga aniq va lo'nda javoblar berdi. Hurmatli rais, agar e'tiroz bildirmasangiz va ruxsat bersangiz, men ishni to'liq ko'rib chiqdim. Birinchi rasmiy opponent taqrizini to'liq o'qib tanishtirdi. Agar ruxsat bersangiz, men faqat tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan o'zimning tavsiyalarimni va mulohazali fikrlarimni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Agar ruxsat bersangiz. Marhamat. Tak. Hurmatli jamoat, demak, tadqiqotchi Yakubov Fazliddin Muhiddinovichning dissertatsiya ishini ijobiy baholash bilan birgalikda unda ayrim taklif va mulohazalarni ko'rsatib o'tishni joiz deb hisoblayman. Jumladan 3 ta mulohazali fikrlarim bor edi. Birinchisi, dissertatsiya ishining birinchi bobida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar keltirib o'tilgan. U asosida takliflar ishlab chiqilgan. Paragraf mazmuniga o'sha takliflarni to'laqonlik singdirganda maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Ikkinchisi, dissertatsiya avtoreferatiga jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar tuzilmasi kiritilmagan. Buni kiritish avtoreferatni yana kiritganda avtoreferatning ilmiy salohiyati yanada boyigan bo'lar edi. Va uchinchi dissertatsiya ishining 5-bobi 5.1 jadvalida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 13.04 jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligi birinchi bosqich doktorantlarining dissertatsiya ishlari bo'yicha belgilangan tadqiqot obyektlari keltirilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Afsuski bular kiritilmagan. Sababi bu jismoniy tarbiya va sport universitetida ko'plab o'sha doktorantlar chiqyapti. Sababi bu tayanch oliy ta'lim dargohi bo'ladi. Agar mana shular kiritilganda ishning salohiyati yanada oshgan bo'lar edi. Xulosa qilib aytganda, yuqorida ko'rsatib o'tilgan tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan takliflar Yakubov Fazliddin Muhiddinovich tomonidan tayyorlangan dissertatsiya ishining umumiy qiymatini pasaytirmaydi va nazariy amaliyati ahamiyatiga, yangiliklarga, uning natijalariga salbiy ta'sir etmaydi. Tadqiqot ishi nazariy va eksperimental tadqiqot bo'lib, mazmundorligi va obyektivligi bilan ajralib turadi hamda yuqori ilmiy darajada bajarilgan. Xulosa va amaliy tavsiyalar qo'yilgan vazifalarga mos keladi
va tadqiqot davomida olingan eksperimental materiallarga asoslangan. Avtoreferat va e'lon qilingan ilmiy ishlar dissertatsiyaga mos keladi hamda uning asosiy holatlari va natijalarida ifodalangan. Talabgor Yakubov Fazliddin Muhidinovich tomonidan tayyorlangan jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan 13.0001 pedagogika nazariyasi, pedagogika ta'limotlar tarixi va 13.0004 jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosliklariga to'liq mos keladi. Tadqiqotchining o'zi pedagogika fanlari bo'yicha DSK darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Toshkent davlat transport universiteti jismoniy tarbiya sport kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari doktori professor Muhammadiyev Komil Burxonovich. Rahmat. Rahmat Komil Burxonovich. Marhamat, ikkinchi raislar opponent tomonidan ko'rsatilgan tavsiyaviy takliflarga javob bersangiz. Komil Burxonovichga o'zini vaqtini ayamay mutaxassislarimiz o'qib bergan tavsiyalari hamda takliflari uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Ustoz biz tomonidan ko'rsatilgan muhojirlar holatlarga quyidagi javob bersak, birinchisi sport mutaxassislarida tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish uchun uch ishlari izohlarini tajribalarini o'rgandik hamda shundan kelib chiqqan holatda dissertatsiyamiz keyingi boblarida aynan model hamda mexanizmlarni ishlab chiqib bordik. İkinci mulohazalar holat bo'yicha esa dissertatsiyamizda avtoreferat sport talabalarida jiddiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish modelini kiritgan edik. Bu bevosita pedagogika texnologiyaning bir qismi hisoblanadi. Shuning uchun biz buni dissertatsiyaga qoldirishga maslahatimiz bilan birgalikda qaror qildik. Uchinchidan, tomonidan ko'rsatilgan mulohazalar holat o'rinli biz buni ilmiy maslahatchimiz bilan maslahatlashdik. Shu 13.00 qondirilgan sport mashg'ulotlari magistrantlarni, ilmiy tadqiqotlarni magistrantlarni jadvali aynan bog' uchun, paragraf uchun kerak deb hisoblaganimizdan biz buni qoldirishni ma'qul topdik. Bu mulohazalar holatlarga shunday javoblardan iborat. Rahmat. So'z navbatini 3-chi raislar pedagogika fanlari doktori, dotsent Ibrohimov Sanjar O'rinboyevichga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari va hurmatli rais. Ijozangiz bilan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti mutaxassislari Yakubov Fazliddin Muhidinovichning 13.00 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi va 13.04 jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari sog'lomlashtirish va adaptiv jismoniy tarbiya nazariyasi va metodika hisobligi bo'yicha jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarida ilmiy tadqiqotchilik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi pedagogika fanlari doktori, doktor of science ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishiga taqdimni mulohazali va tavsiyaviy xarakterga ega bo'lgan jihatlarni o'qib eshittirmoqchi edim. Agar ijozatingiz bilan ruxsat bersangiz. Rahmat. Albatta, tadqiqotchi tomonidan bugungi kunda dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiyasining nizom talablari asosida yozilganligi yuqoridagi ishlar panel tomonidan aytib o'tib, ta'kidlab o'tildi. Ilmiy yangiliklarga erishilgan va xulosalar ishlab chiqilgan. Shu bilan birga ayrim mulohazali jihatlarni ham aytib o'tish lozim. Birinchidan, dissertatsiyaning birinchi bobida berilgan xulosalarni paragraflardan kelib chiqqan holda umumlashtirib, batafsilroq yoritilish lozim edi. Bu orqali mahalliy hamda xorijiy tajribalarning natijalari yanada aniq ifodalanishi mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, dissertatsiyaning 2 va 5 boblarida keltirilgan ayrim diagramma va grafik materiallarning asosiy hisoblari berilgan. Ularni batafsil sharhlash orqali natijalarning mazmuni yanada to'liq ochib berilgan bo'lar edi. Uchinchidan, dissertatsiyada ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasi borasida ko'p takrorlanganligi kuzatiladi. Bu
buni yani aprovatsiya qilib qo'llash ham mumkin. Bu orqali matnning mantiqiy tushunchiligi va o'qish qulayligi ham oshkor bo'ladi edi. To'rtinchidan, statistika ishlab chiqilgan model va metodik yondashuvlarning boshqa ta'lim yo'nalishlarida yoki sportdan tashqari sohalarda qo'llash bo'yicha ham taklif va tavsiyalar berilganda tadqiqot natijalarining universalligi va amaliy qamrovi kengroq bo'lar edi. Biroq ko'rsatilgan mulohazali jihatlar statistika ishining ilmiy yangiligiga, natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyatiga ta'sir qilmaydi. Xulosa qilib aytganda, Yoqubov Fazliddin Muhiddinov tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohalarida ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyaligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi yozilgan statistika ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Avtoritar komissiyasi tomonidan pedagogika fanlari doktori, doktor O'qay ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan statistikalarga qo'yilgan nizom talablariga to'liq javob beradi va yakunlangan tadqiqot ishi hisoblanadi. Tadqiqotchi 13.001 pedagogika nazariyati, pedagogik ta'limotlar tarifi va 13.004 jismoniy tarbiya, sport mashg'ulotlari, takomillashtirish va adabiyot jismoniy tarbiya nazariyati va metodikasi hisobligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori, doktor O'qay ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblaymiz. Rasmiy abonent Agrogan universiteti sport faoliyati kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari doktori Ibrahim Sanjar O'rinboyev. E'tiboringizni uchun rahmat. Rahmat Sanjar O'rinboyev. Ishlaringizga omad tilayman. Marhamat, 3-raspatini tomonidan ko'rsatilgan tavsiyaviy takliflarga javob bersangiz. Sanjar O'rinboyevga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ustoz vaqtingizni ayamang. Tahlil qilib berib bergan mulohazalaringiz uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Haqida ko'rsatilgan mulohazalar holatlariga quyidagi javob bo'lsin. Birinchi mulohazalar holati bo'yicha biz statistikaning birinchi bobida har bir paragraf yakunida umumiy xulosalarimizni berganmiz. Boshqa asosda bob yakunida keltirilgan xulosalar shakllantirilgan edi. Bunda mahalliy qabul tashkilotlarning umumlashtirilgan holda bayon etib bordi. Ikkinchi mulohazalar holati bo'yicha esa statistikaning keltirilgan diagrammalar hamda grafiklarga oid tahliliy izohlarni alohida ajratib emas, ularni paragraflar doirasida matn bilan uzviy bog'liq holda berganmiz. Ushbu yondashuv orqali grafik materiallarning mazmuni hamda mantiqdan bog'langan holda ochishga harakat qilganmiz. Uchinchi mulohazalar holati bo'yicha ko'rsatilgan taklifiy o'rinli haqiqatdan matnda ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyaga iborasi ko'p qaytarilgan. Bu iborani kontekstdan kelib chiqib qanday qo'llashni maqsadga muvofiq deb topdik. Sababi kelayotgan kontekstdagi ilmiy mohiyatni to'liq ochib berishga iborani qo'llash maqsadga muvofiq deb hisobladik. To'rtinchidan, dissertatsiyamizda biz asosiy e'tiborni jismoniy va sport mutaxassislarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish masalasiga qaratganimiz uchun ishlab chiqilgan modellar va metodik yondashuvlar aynan shu sohaga xizmat qiladi. Lekin bu ishlab chiqilgan yondashuv hamda uslubiyatni pedagogika yo'nalishidagi boshqa sohalarda ham, pedagogika sohasining boshqa yo'nalishlariga ham qo'llash imkoniyati mavjud. Demoqchi bo'ladi. Sababi pedagogikaning umumiy nazariyati va shamoyillar asosida bu uslubiyatlar ishlab chiqilgan. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Hurmatli kengash a'zolari, ko'rib chiqdik, mana tahlilchilarni eshitdik, hamma opponentlarni muhokama qilinayotgan ishni yuzasidan kengash a'zolarida mehmonlar takliflar bo'lsa, marhamat, kengash a'zolaridan so'raymiz. Reglament 5 daqiqagacha. Kimda qanday takliflar bor? Marhamat, professor Muhammad Rustam kengash a'zolari, rais, man ikki og'iz so'z gapirmoqchiman. Nimaga tushib gapirishga? Chunki bu yo'nalishda 85-86 o'sha sobiq prezident paytida shu yo'nalish o'zi ochgan. Mas'ul degan sharda odam bor, shu ko'nikmalarni, professional ko'nikmalarni shakllantirishga yangi so'zlar paydo bo'ldi.
texnologiyalar, bu yengil. Nima demoqchiman? Hozirgi ular o'rgangan muammo juda dolzarb. Albatta biza masalan shu narsani professional ko'nikmalarini talabalarda shakllantirgan. Talabalarda professional ko'nikmalar. Chunki bu muammo qachon paydo bo'lganki, bizani mutaxassislardan mana oliy tarbiya mutaxassislaridan prezidentimiz rozi emas. Ularni sifatlariga, ularni tarbiyasiga mana shu yo'nalishlarda 84-85 yil boshladi. Bular mana rahbarlarini shu masalani hal qilishda nomzodning dissertatsiyalari, doktorlik dissertatsiyalarini o'zi rahbarlik qo'lida kelguncha shuni hal qildik. Endi qaranglar, hozir biz bitta narsaga men keyinchalik sizga maslahat bermoqchimanki, xo'p, shakllantirdik shu ilmiy tadqiqot kompetensiyalarni hammasi shakllantirdik. Mana magistraturani bitirdi. Bitirgandan keyin nima? Sizni qilgan mana shu hamma programmalaringiz hammasi bir yildan keyin yo'q bo'lib ketadi. Ana sizga agar siz yana bir yildan keyin, 5 yildan keyin shu talabalarni bilimlarini, ko'nikmalarini, malakalarini hammasi yana bir tekshirib etsangiz, mana haqiqatda biz yangi dastur yaratdik. Shu dasturda biz o'qitdikki, masalan, ilmiy ish qildi. Mana shu ko'nikmalar shakllanishi ko'rdi. Ana o'shanda masalan, menimcha bu maqsadga muvofiq bo'lardi va siz ishingizni davom ettiring. Shuning uchun lekin so'zim oxirida ko'p vaqtlarni olmayman. Bu dolzarb masala. Sizlarda magistrantlarga o'tdi. Endi magistrantlarni ham qarang. Ayrimda o'ylab ko'rsa. Masalan, bizning kafedra o'zida 2 ta magistrant. Kim bilan tadqiqot o'tkazdik va bu masalalar savollarni bermadi. Balkim boshqa kafedrada bor. 10 tadan 15 tadan magistrantlar bordir. Ommaviy jismoniy tarbiyada, kommersial menejmentda 10-15 ta bor. Balki boshqa vuzlarda magistrantlarning ham soni kamayib ketdi. Shuning uchun men sizga bir tilagim, ishingiz yomon emas, dolzarb masala, lekin shu qilgan ishinglarni 3 yil, 4 yildan keyin yana bir tekshirsangiz, qani shu ko'nikmalar, malakalar shakllandimi? Shunda qolib ketdi. Yana bir sizga tavsiya shuni aytamki, oldin qilgan ishlarni ham, masalan, shu yaratilgan metodika, o'sha ishitding bor, shu yaxshi bo'ldi. O'rnidan yaxshi bilishadi. Ishitding jismoniy tarbiyani olsak, o'sha Bogin bor, Maslow bor, shular hammasi mana shu ko'nikmalarni shakllantirishga bag'ishlangan bularning ishi. Bujlovskiy bor gimnastikada двигательные навыки. Он разработал целую программу по формированию именно двигательных навыков. Наши масалар, наши savollarni ham siz o'zingizda qilingizga va keyinchalik ishingizni qo'lingizga qo'ying. Ayni sarifazolaridan taklif shundaki shu ishni qo'llab-quvvatlaylik. Rahbarga qo'yishdan davom ettirish. Rahmat. Rahmat. So'z marhamat, yana kengash a'zolaridan so'zga chiquvchilar. Professor So'yxanjon. Rahmat. Yana bormi kengash a'zolari? Demak, tashrif etgan mehmonlarimiz bor. So'z navbatini universitetimizda o'quvchilar bo'yicha prorektori, pedagogik fanlar bo'yicha falsafa doktori, professor Ahmedov marhamat. Davlat rahbari tomonidan olib borilgan vazifalarni qaysi ma'noda
ijrosini topishda yordam beradi deb o'ylaymiz. Bu ish o'zining amaliy ahamiyati bilan. Sertantga keladigan bo'lsak, albatta bu 2015-yildan beri mana shu oliygohda dargohda faoliyat yuritib kelmoqda. O'zining harakatchanligi, tashabbuskorligi bilan o'rnak bo'lib turadi. Hozirgi kunda ham jarayon bilan bog'liq jarayonda o'zini faoliyat ko'rsatmoqda va bundan alohida aytish kerakki, hozir qo'llar tomonidan ko'p takliflar, fikrlar bildirildi. Mana shu ish yuzasidan amalga oshirilgan platforma yuzasidan va mana shu ishni seminar himoyasida Ilfat Janiqulov tomonidan joyli taklif berilgan edi. Ben hozir aytsalar kerak. Ya'ni platformani takomillashtirib, magistrlar 2 yil o'z o'qish davri, 2 yillik o'qish davrida ularni rejasi bo'ladi. Shaxsiy rejasi, o'sha shaxsiy rejani raqamlashtirib, aynan shu platformani o'tgandilar. Xudo o'ylaymiz, boshdan betonchiqonimizda aytdilar, agar mana shu platforma takomillashib, amaliyotga tatbiq etilsa, rayishmashlar uchun aytdilar, rektorimiz amaliy ahamiyati hozir bo'lib turibdi. Davlat rahbari ham shu narsani talab qilyaptilar. Demakki, sport sohasida oliy ma'lumotli, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda shu ish dastur amal bo'lib xizmatlari shu yo'nalish bo'yicha tayyorlab qo'yamiz va barchani qo'llab-quvvatlashga rahmat. Rahmat sizga. So'z navbatini Chirchiq davlat pedagogika universiteti kafedra mudiri Ahad Lutfulloga beramiz. Marhamat. Yakov Fazliddin bilan Tarkan 15 yil tanishganiga ilm yo'lida eng harakatchan va natijador kadrlardan biri deb bilaman. Yoshiga nisbatan ilmi o'sgan insonlar kim desa birinchi bo'lishi. Sababi o'zbek yozuvchisidan Usmon Nosir 3 yoshda olimdan o'tgan bo'lsa, bizdan katta ilmiy meros qolgan bo'lsa, arab yozuvchisi 23 yoshda Renesans uyg'onishda 3 bosqichda bo'lgan. Birinchisi o'sha shiriyatda, ikkinchisi musnada, uchinchisi aynan ilmning samaradorlik yo'lidagi kiyimiz. Shu narsani yorqin ifodalashtirib beraman va shulardan aziz ustozlardan shu qo'llab-quvvatlashni so'rab qolgan bo'lardim. Rahmat. Rahmat sizga omad. So'z navbatini Toshkent iqtisodiyot universiteti professori Nazar Normuzoyevga marhamat. Assalomu alaykum. Ustozlar. Ben gördümki bu yerda hamma mandan olib qarar ekan. Ham farzini tug'ilishida oldilar. Sababi ben bu yerlikni otasi rahmat bo'lgan gaplar. Ayni bir vaqtda bitta fakultetda bitta yo'nalishda o'qiydi. Bugungi mana shu natijalarga erishishda harakati, o'zini ilmi, jamoa bilan ishlashi, ana shularni hammasini ko'rsata oldi. Uzoq gapirishimiz mumkin, lekin hissa qilamiz, hammalaringizdan qo'llab-quvvatlashlaringizni so'raymiz. Rahmat. Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi mudiri professor Musa Bahrom Baxtiyorov, marhamat, gapiradi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, ustozlar. Bugun mana atalmaganlarni eshitdik. Manimcha hozir zamon bunga hammasi ijobiy. Yana har bunga zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni taniganmiz, bilganmiz, davomida ishlayapmiz. Nafaqat diniy balki shaxsiy fazilatlardan ham alohida ajrab turadi. Shahrimizani shularni qo'llab-quvvatlagan holda yo'qlab ovozimiz bilan so'rab qoladi. Bundan mana jamoamizni umuman o'zi ilmiy soha vakillarini yana bitta videoda
Rahmat, hurmatli kengash a'zolari, endi amaliyotdan yakuni bo'lgandek ishni baholash uchun yashirin ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Yashirin ovoz berish jarayoni tashkil etish uchun hisob komissiyasini aniqlab olishimiz kerak. Hisob komissiyasiga takliflar kelib tushdi. Hisob komissiyasiga professorlar Ali Iskandar Bahronovich, Qo'chqorov Otabek Ahmadboyevich, Tojboyev, So'zjon Samjonov. Pasta berishlarini so'rayman. Hamma bir ovozdan tasdiqlab ko'tarib Zaldagilarga 5 daqiqa tanaffus, komissiya davom etishini so'rayman. Samjon. Tarqilinglar ey. Qandagilar chaqib ko'rgan. Hurmatli kengash a'zolari, mavzusini davom ettiramiz. Hisob komissiyasining yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'zni saylangan hisob komissiyasi professor So'zjon Samjonov tasdiq berishlarini so'rayman. Ammo bu ovozdan qarshilik bildirib qo'ying. Marhamat, So'zjon Samjonov. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonotini tasdiq berishlarini so'raymiz. Hamma rozi, qarshilar betaraflar yo'q. Hozirda Muxdinch sizning pedagogika fanlari doktori ders bo'yicha tayyorlagan ishingizni munosib himoya qilganligingiz bilan sizni, jamoani, oilangizni hammani tabriklab qolamiz. Agar kengashga fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmat, yana bir bor sizni rahbariyatga tabriklaymiz. Hurmatli mehmonlar, kengash davom ettiradi. Buyurun.